baxshi bir-birlari bilan bahslashib, bir-birlari bilan tortishib qolishibdi. Bir yosh baxshi sevgi ko'yiga tushgan ekan, shunday g'azal dostonlardan o'rtog'iga qarata boshlab qopti. Boshidan o'tin oldim, o'tinim puliga xotin oldim. Voy xotinim oti busora, osh qiladi qop-qora, menga beradi bir china, o'zi ichadi uchini. Voy qator tollar tagida chollar, bu chollar yomon chollar. Kampirlar yo'lim qo'ylar. Endi bu baxshi chiqargan, bu baxshi bo'lsa chap qanotga uchiradigan. Voy yaray. Voy uzoq yillar kutdim, kelmadi yorim. Qochib ketdi senga atab boqqan qo'chqoqni bay. Ana endi inson yaralgandan beri har narsani ko'rishga muyassar bo'lgan ekan. Mana ayniqsa anhor bo'yida o'tirishingiz mumkin, ariq bo'yida o'tirishingiz mumkin. Mana anhor bo'yida o'tirgan bo'lsangiz, yo ariq bo'yida o'tirgan bo'lsangiz, albatta suv ichida butun mavjudotni ko'rasiz. Ariqning suvi kamaysa, tosh ko'rinadi. Dam tovoqni ko'tarsa, osh ko'rinadi. Sochini oldirsa, bosh ko'rinadi. Ko'sa odam doim yosh ko'rinadi. Ne'matjon Kamol. Botir Zokirov nomidagi Jumhuriyat yosh estrada xonandalari tanlovining laureati Azim Mullaxonovga e'lon qilamiz. Marhamat. Gönül bir